Davrning taraqqiyoti insonlarning fan texnikani uzluksiz tadqiq qilishidan kelgan. Ilgari yiroqdagilar bilan aloqalashmoqchi bo'lsak, faqat xat orqali aloqalashdik. O'xshamagan ikki joyda turgan odam bir necha kun yoki uningdan uzun vaqt ichida qarshi tarafning uchurini topshirib oladi. Ammo hozir kishilarning aloqalashishi uchun necha sekundlik ketadi. Qatnashma intayin taraqqiy qilgan. Hozir eng tez suratda manzilga yetib berish uchun aeroplanga o'ltirsak bo'ladi. Hammamizga ayonki, zamonning buncha tez taraqqiy qilishi fan texnikaning taraqqiyotidan bo'lgan. Fan texnika olimlari bo'lg'achqilar hozirgi zo'r taraqqiyotlar borliqqa kelgan. Olimlarni tilga olsak, nurg'un kishilar Einsteinni iziga oladi. Gerçi dunyoda nurg'un olimlar yashab o'tgan bo'lsa-mu, lekin kishilar qalbida cho'nqur ta'sir qoldirgani faqat sanoqlilar. Biz ko'rib boqaylik. Bu olimlarning ichida kishilarning esida bakrak ta'sir qoldirgani qaysilar? Birinchi, dal shu olma darxi ostida o'tirib, bir tal olma beshiga tushgandan keyin olamlik tortish kuchini o'tirib qo'ygan olim. Amaliyotda u tortish kuch qonuniyatini o'tirib qo'yib qolmay, o'zining rangdor hayotida differensial integral qatorliq muhim fan texnik yo'llarini ochgan. Differensial integral bo'lsa o'zaro ta'tir ikki xil hisoblash usulidir. Ikkinchi, Galiley 1609-yili insonlarning birinchi qatibqa astronomiya teleskopi kashf qilingan. Bu teleskopning kashfiyotchisi dal Galiley. Bu teleskop orqali insonlar nurg'un planetlarni bayqagan ham teleskopni tadqiq qilishga va kashf qilishga boshlagan. Galiley faqat astronomiya olimi bo'lib qolmay, yana bir nafar matematika, fizika jihatda pishqon olim. U hozirgi zamonda ilm-fan otasi deb ta'riflangan. 3-chi, Hawking mushu asrda yashab o'tgan olim. Garchi u vafot bo'lgan bo'lsa-mu, kishilar uni mangu yod etadi. U qora o'ngkurni eng tushunadigan olimlardan biri. Uning ustiga yuqorqi olimlarga selishtirganda Hawkingning salomatligi kichkidanda yaxshi emas. 21 yoshga kirgan yili tasodifiy yiqilib tushdi tufayli Hawking butunlay palaj bo'lib qolgan. Uning faqat necha barmoqida aran harakat qila oladi. Lekin shundoq bo'lsa-mu, ilm-fan dunyosiga g'oyat zo'r to'plarni qo'shgan. Ham 21-asrdagi Einstein degan hurmat nomiga erishgan. 4-chi, Einstein nisbiylik nazariyasi uning muvaffaqiyatlari ichidagi faqat birsi xolos. U jon uzish oldida insonlarga qimmatli ilm-fan boyliqlarini qoldirgan. U butkul koinotda zamon makon olib o'tadigan vaqt bo'shlig'i bo'lishi mumkin deb qaragan. Agar insonlar uni topa olsa, bizning madaniyat darajamiz texnik tez suratda taraqqiy qilishi mumkin.